Assalomu alaykum. Sotuvimizda Lada Granta mashinasi qo'yilgan. 2015-yil 150 ming yurgan holatda. Balon holatlari. Mashinamiz ikkinchi pozitsiyada. Xo'p, ikkita old eshik knopchali bo'ladi. Rollar elektron yumshoq bo'ladi. Salon holatlari ham baholasa pokiza chiroyli bo'lib turibdi. Mashinamiz 80 tali metan gaz bilan jihozlangan. Orqalari mesaroka bo'ladi. Kengliklari yaxshi ancha. Bagaj qismi bemalol 3-4 qop narsa qo'ysanglar bo'laveradi. Zapaska balonlari. Orqa ko'rinishlari. Mashinamiz Nexia salon bagajlari ham kengroq bo'ladi. Nexia bilan taqqoslasa ham bo'laveradi. Motor qismlari. Mashinamiz Sons motorda oladi. Benzin asot 6 stetsda bo'ladi. Zubchaytirma uzilsa ham klaplar qayrilmaydigan. Choklarni ko'rishingiz mumkin. Pechat holatda turibdi. Bitta joy kulish degan joy yo'q. Kraskamiz yonboshida. Eshikni o'zida chizin molding tepasida o'zi sepilgan, qolgan yeri toza. Endi mayda chuda chizilgan joylari bor. Videoda mana yaqinlashtirganda mana ko'rinadi. Yirik topga mayda bor. Mana yirik topga qilib krasa tekkizib qo'yilgan. Septirganimizda oshchi savol ko'paymasligi uchun shu holatda qoldirib qo'yganmiz. Mashina narxini 4,5 ming deyapmiz. Yana oz-moz kelishtirib beramiz. Nasiya savdoga ham chiqaradi. Oldindan 2,5 ming dollar pul borlar telefon qilarsan, uzog'i 6 oygacha nasiya savdo bor. O'zbekiston bo'ylab bemalol aloqaga chiqarasizlar. Sog' bo'lasizlar.